Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizani uzoq va yaqindan kuzatib borgan akalar va ukalar. Mana Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on bozoriga keldik. Go'sht do'koniga keldik. 4-qator 12-do'konga keldik. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinlarga, jigarlarga tarqatib qo'yaveringlar. Xudo xolasa go'sht do'koniga keldik. Mana iftorlik qiladigan akalar uchun juda kerakli bir arzon joyga keldik. Xudo xohlasa hozir video obzor narxlarini qilamiz. Inshaalloh mana ketdi. Bismillah. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz aka? Chamayapsizmi? Aka, qo'chqor go'sht, ho'kiz go'sht ha bu yerda. Qo'chqor go'sht qancha bo'lyapti aka? Qo'chqor go'shtlarimiz 140 ming so'm. 140 ming so'm aka. Mana akalar arzon qilib qo'ydi. Mana iftorlikka kerak bo'ladigan, to'ylarga, tadbirlarga kerak bo'ladigan akalar kelaverasizlar. Telefon nomerlarini ham hozir qoldirib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'ying, laykni ayamanglar jigarlar. Aka, ho'kiz go'sht qancha bo'ldi mana? Ho'kiz go'shtlarimiz 125 ming so'm. Mana buqani go'shti 125 ming so'm bo'lib qoldi. Halol, sifatiga garantiya 100% mana. Hurmatli tomoshabinlar, dastavka xizmatlari ham, oshpaz akalar bo'lsa, xudo xolasa telefon qilaverasiz. Telefon nomerni aytib o'tib ketaylik aka. 91 964 64 77. Mana hurmatli tomoshabinlar. Aka, bu lahm go'shtlar bular. Yo'q, bular aralashgan, bular o'sha 125 ming, bular sarpanja, somon, biqin, bular aralashgan go'shtlar. Aralashgan, ha, faqat sifatli saralangan nima qilib Chista lahm go'shtlarimiz narxi 145 ming so'm. Chista lahm qilib berishiga ekan 145 ming so'mdan aka. Somsachi akalar bo'lishi mumkin. Telefon nomerlar qoldirdik. Aka, iliklar qanchada? Iliklarimiz narxi 30 ming so'm. Mana, iliklar narxi 30 ming so'mdan ekan, arzon joyi xudo xolasa. Kalla po'cha ham bor ekan, ha, qo'chqor kalla bular. Qo'chqor kalla po'cha tozalangan 150 ming so'm. Kamplik tozalangan 150 ming so'm mana hurmatli tomoshabinlar. Til qancha aka? Tillar narxi 100 ming so'm. Ho'kiz tilar. 100 ming so'mdan mana qorinlar bor ekan bu yoqqa. Tozalangan bular. Qorinlar qancha? Qorinlar 20 ming so'm kilosi. 20 ming so'mdan mana charvi ham bor ekan. Charvi qancha? 25 ming so'm. Mana arzon joyi 25 ming so'm ekan charvilar. Aka, sir bo'lmasa buqamiz necha kilo go'sht qildi? Mana shuni ertalab so'ydik. To'g'rasa 279 kilogramm keldi. Mana 279 kilo kelibdi. Yarmi bo'ladi, mana ichkariga yarmi turibdi. Akalar 279 kilo mayda narsa bo'lmaydi, katta narsa bo'ladi. Mana o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar, yog'li, sifatli go'sht ekan. Mana ichkariga ham bor ekan. Yarim tomoni. Mana yarim tomoni bor ekan. Xolodilnikka turibdi. Mana xolodilniklar. Maydalangan go'shtlarimiz. Mana maydalangan go'shtlari bor. Xudo xolasa dastavka qilib berishadi ham, agar dastavka xizmatlari ham bor ekan akalar, xudo xolasa. Mana sifatli, ishonchli joy, xudo xolasa. Kelaverasizlar Yerqo'rg'on bozoriga, hurmatli tomoshabinlar.